Salom do'stlar. Bugungi sonimiz eng qimmat sovg'alar deb nomlangani bilan, bu yerda hech qanaqa korrupsiya yoki bu kimni og'dirib olish, sotib olish maqsadida emas, shunchaki chin dildan o'z xohishi bilan bergan sovg'alar haqida bo'ladi. Lekin bu sovg'alar narxi shu darajada kattaki, biz bunaqa pulni bir umr ham ishlab topa olmasak kerak. Xullas cho'zib o'tirishdan foyda yo'q. Siz xuddi shunday kanaldasiz. Meni ismim Mahmud. Boshladik. Bema'ni behayo narsa ko'rishni kamaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Atrofga bo'lgan dunyo qarashini kengaytir. Xuddi shunday, xuddi shunday. Vaqtini zoya ketkazmay to'xta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Top million ma'lumotlar. Xuddi shunday, xuddi shunday. Elizabeth Taylor brillianti. Amerikalik aktrisa Elizabeth Taylorning zargarlik buyumlariga bo'lgan ishtiyoqi bugungi kunda ham afsonadek ko'rinadi. Yillar davomida u eng mashhur zargarlik brendlarini to'plab keladi. Olmos va zumradlarni aktrisaga asosan sevgan insoni va chin do'stlari sovg'a qilishadi. Ammo bir tomondan Elizabeth Taylor 2011-yilda vafot etgan bo'lsa-da, bunday qimmatbaho buyumlarni ko'pini aynan o'zi sotib olgan. Aktrisaning eng mashhur va eng qimmatbaho taqinchoqlaridan biri Taylor Burton olmosi hisoblanadi. U ilk bora 1966-yilda Janubiy Afrika qollarida topilgan. O'sha paytda toshning og'irligi 240,8 karatga ega bo'lgan. Olmosni birinchi amerikalik zargar Gary Winston sotib olib, uni nok shakliga o'xshatib yasagan. Shunda ushbu toshning og'irligi 69 karatgacha kamaytirilgan. Vaqt o'tib Winston bu bebaho olmosni AQShning Buyuk Britaniyadagi sobiq elchisi Walter Annenbergning singlisi Gabriel Annenberg Amesga sotgan, lekin ayol unga juda qisqa vaqt egalik qilgan va 1969-yilda Garriet olmosni sotish uchun Kim oshdi savdosiga olib kelgan. Unda mashhur Cartier kompaniyasi tosh uchun $1,50,000 taklif qilib, mazkur savdoda g'olib bo'lgan. Shu kuni Elizabeth Taylorning turmush o'rtog'i Richard Burton ham olmosni sotib olmoqchi edi, lekin aynan o'sha kuni u muvaffaqiyatsizlikka uchragandi. Lekin ertasi kuni baribir o'z maqsadiga erishish uchun Cartier bilan bog'lanib, olmosni $1,100,000 ga sotib oldi. Hozirgi kunda bu summa $8,6 million tashkil qiladi. Elizabeth Taylor olmosga salkam 10 yil egalik qilgan. 1979-yilda Richard Burton bilan ajrashganidan keyin bu qimmatbaho toshni sotib yuborgan. Aka-uka Ambanilar sovg'asi. 2007-yilda Hindistonning eng boy odami Mukesh Ambani rafiqasi Nitaning tug'ilgan kuni munosabati bilan unga Airbus samolyotini sovg'a qildi. Bu samolyot turli o'yin mashinalari, musiqa tizimlari, televizor va simsiz aloqa bilan jihozlangan edi. Bundan tashqari, unda yotoqxona, bir nechta dushli hammom va dekorativ yoritgichli bar ham mavjud edi. O'sha paytda samolyot narxi $60 million ga baholangan edi. Bugungi kunda esa $83 million tashkil qiladi. Nita o'zining shaxsiy samolyotida xuddi mashina kabi harakatlanardi. Misol uchun 2010-yilda u Shri Lankaga shunchaki chashka va oziq-ovqat olgani parvoz qilgan. Sababi Nita xarid qilgan idishlar Naritaki brendiga tegishli bo'lgan va ma'lum bo'lishicha, ular Hindistonga qaraganda Shri Lankada bir necha baravar arzon ekan. 2008-yilda Mukesh Ambanining ukasi Anil o'z akasiga havas qildi. Bu hindistonlik tadbirkor rafiqasi Tinaga 34 metrlik bahaybat yaxta sovg'a qildi. Bu oppoq kemani er-xotinlar ismlarining birinchi ikki harfidan kelib chiqib Tian deb nomlashga qaror qilishdi. Mutaxassislarning hisob-kitoblariga ko'ra, xarid Anilga taxminan $84 million ga tushgan. Bugungi kun bilan hisoblaydigan bo'lsak, bu $113 million degani. 2019-yilda Anil Ambaniga tegishli bo'lgan Reliance Communications kompaniyasi o'zini bankrot deb e'lon qildi. Oliy sud tadbirkorga qarzini to'lashni yoki qamoqqa tushishini buyurdi. Mukesh Ambani ukasini qutqarish uchun 4,5 milliard pul to'ladi. So'ng Anil o'zining boyligi nolga teng ekanligini e'lon qilib, milliarderlar klubini tark etdi. 2020-yilda Tian yaxtasi Ambani oilasi ixtiyorida edi. O'shanda u $56 million ga baholangan, ammo kemaning keyingi taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. Kohinoor olmosi. Kohinoor olmosi dunyodagi eng qimmat toshlardan biridir. Uning aniq narxi noma'lum, biroq norasmiy manbalarning yozishiga ko'ra 2019-yilda u 140 million yevrodan 400 million yevrogacha baholangan bo'lsa, 2020-yilda xorijiy ommaviy axborot vositalari uni $200 million dan ortiq deb baholadi.
Hozirda 105 karatli olmos Britaniya tojiga tegishli, biroq u o'z sayohatini Hindistonda boshlagan. Kohinurning ishonchli tarixi 1300-yilga borib taqaladi, ammo afsonalarga ko'ra, u undan ham oldin bo'lgan ekan. Ushbu marvarid turli mamlakatlarga sayohat qilgan. U Mo'g'ul imperatorining sallasini bezatgan, Fors shohi Tahmas va hatto afg'on hukmdorlariga ham yetib borgan. 19-asrda Britaniya Sharqiy Hind kompaniyasi Hindiston yarim orolining katta hududini o'z ichiga oladi. Britaniyaliklar nafaqat mamlakatning tabiiy boyliklariga, balki qimmatbaho toshu taqinchoqlarga ham da'vogarlik qila boshlaydi. Sikh imperiyasining so'nggi maharajasi Dalip Singh bosim ostida 1849-yilda qirolicha Viktoriyaga Kohinurni taqdim etadi. O'sha paytda toshning og'irligi 186 karat bo'lgan. Britaniya qirolichasining eri shahzoda Albert ulkan olmosni juda zerikarli deb hisoblab, uni zamonaviyroq tarzda yasashni buyurgan. Zargarlar haddan tashqari berilib ketib, toshni 105.6 karatgacha kichraytirib qo'yishgan. Bugungi kunda olmos Yelizaveta II tojini bezatadi va bundan keyin ham u keyingi qirolichaga meros bo'lib qoladi. Biroq voqealar rivojining bunday natijasi boshqa davlatlarga mos kelmaydi. Hindistondagi ijtimoiy tashkilotlar tarixiy yodgorlikni o'z vatanlariga qaytarish talabi bilan bir necha bor rasmiylarga murojaat qilgan. Ammo 2016-yilda Hindiston Oliy sudi olmos o'g'irlanmagan, balki Britaniya tojiga sovg'a qilingani uchun shtat uni talab qila olmaydi degan qarorga kelgan. Leonard Lauderning rasmlari to'plami. 2013-yilda milliarder Leonard Lauder o'zining kubistik suratlar to'plamini New York Metropolitan muzeyiga sovg'a qildi. Rasmlar orasida Pablo Picasso, George Braque, Juan Gris, Fernand Ledger va boshqa mashhur rassomlarning asarlari bor edi. Bu New York shahrida yashovchi va ishlaydigan odamlarga va butun dunyodan bizning buyuk san'at muassasalariga tashrif buyurish uchun kelganlarga katta sovg'adir, deydi Lauder. O'sha paytda kolleksiyaning qiymati 1.1 milliard dollarga baholangan va Lauderning umumiy boyligining 13,5% tashkil qilgan. Bugungi inflyatsiyani hisobga olgan holda uning sovg'asi miqdori 1.3 milliard dollarni tashkil qiladi. Toj Mahal dunyodagi eng qimmat sovg'alardan biri Boburiylar sulolasidan bo'lgan Mo'g'ul shahzodasining xotiniga nasib qilgan. Yo'q, to'g'rirog'i nasib qilmagan, chunki sovg'ani uning o'limidan keyin topshirishgan. Marmardan yasalgan ushbu Toj Mahal masjid maqbarasi Hindistonning Agra shahrida joylashgan bo'lib, abadiy muhabbat ramzi hisoblanadi. Imperator Shohjahon bu masjidni 14-farzandi tug'ilgandan keyin vafot etgan sevimli rafiqasi Mumtoz Mahalga sovg'a sifatida buyurgan. Masjid qurilishiga 20 yildan ortiq vaqt va taxminan 32 million hind rupiyasi sarflangan. 2011-yilda masjid 1 milliard dollarga baholangan edi. Bugungi kunda esa bu miqdor 1.2 milliard dollarni tashkil qiladi. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra, qurilish ishlari 1632-yilda boshlanib, 1653-yilgacha davom etgan. Arxitektura ansamblini yaratishda 20 ming kishi ishlagan. Toj Mahal majmuasi sayqallangan fil suyagi marmaridan yasalgan va yarim qimmatbaho toshlar, nefrit, billur, ametistlar bilan bezatilgan. Bu masjid mehmonxona va favvorali bog'larni o'z ichiga olgan qariyb 17 gektar maydonni egallaydi. U Hindistonda ko'pincha musulmon san'atining durdonasi deb hisoblanadi. Har yili bu yerga dunyoning 7 mo'jizasidan birini o'z ko'zlari bilan ko'rish uchun 3 milliondan 5 milliongacha sayyoh tashrif buyuradi. Yodgorlikka har qanday tahdidni kamaytirish uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bir qator chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Masalan, chiqindi gazlar tufayli madaniy yodgorlik yaqinida transport harakati taqiqlangan. Majmua hududi qizil qumtoshdan yasalgan baland devor bilan o'ralgan. Barcha tashrif buyuruvchilar ulug'vor darvozadan ichkariga kirib, darhol Toj Mahalni ko'rishadi. Masjid 74 metr balandlikdagi 5 gumbazli inshootdir. Binoning asosiy me'moriy jihati shundaki, undagi marmar shu darajada sayqallanganki, masjid kunduzi oq rangda, tongda esa pushti rangda ko'rinadi. Masjid qurilgach, Shohjahon uni marhum xotiniga qabr sifatida ishlatgan. Imperator vafotidan keyin esa u xotinining yoniga dafn etilgan. 1983-yildan beri Toj Mahal Hindistondagi musulmonlar san'atining durdonasi va barchani hayratga soladigan jahon merosi sifatida UNESCO himoyasida saqlanadi. Xullas, shunaqa gaplar. Siz ham o'z yaqinlaringizni xursand qilishdan hech qachon to'xtamang. Sovg'a bering, surpriz qiling, xursand bo'lishsin. Va bu uchun katta pul bo'lishi
bo'lishi shart emas. Muhimi ozgincha e'tibor va eng kerakligi mehr bo'lishi kerak. Videoga like bosishni unutmang, izohlaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Hammaga yaxshi kayfiyat tilagan holda sizlar bilan Kamina Mahmud bo'ldi. Omad hamrohing